Assalomu alaykum. Mening ismim Maqsuda va men Langapex bog'chasida mudiraman. Ko'pchilik ota-onalar uchun bog'cha shunchaki vaqt o'tkazadigan yokida ular ishdan qaytguncha farzandlarni xavfsiz ushlab turadigan joy. Biz esa buni boshqacha ko'ramiz. Bog'cha bu bolaning hayoti davomida oladigan butun ilmlarining ilk qadami va muhim poydevoridir. Bu davrda bola dunyoni xuddi pilisos kabi o'ziga tortadi. Inson umridagi miyaning eng katta rivojlanishi 5 yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Bu davrda bolaning miyasida neyronlar portlashi sodir bo'ladi. Ya'ni bolaning miyasi juda tez kengayadi. Qancha ko'p e'tibor berilsa, bu kengayish shuncha katta bo'ladi. E'tiborsiz qoldirilgan bolada esa aksincha o'sish kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham bu davrni shunchaki o'yinlar bilan emas, balki to'g'ri bilim va foydali odatlar bilan to'ldirish zarur. Bu yoshda shakllangan qiziqish va tartib bola bilan butun umrga birga qoladi. Bizning maqsadimiz bolani dunyoqarashini kengaytirish, ularni hali o'zlari bilmagan yangi sohalar, tabiat va fan olami bilan tanishtirish. Shunda bolada yangi qiziqishlar uyg'onadi va ehtimol siz payqamagan qirralari va qobiliyatlari namoyon bo'ladi. Iqtidor har doim ham tug'ma bo'lavermaydi, u ko'pincha to'g'ri muhitda shakllanadi. To'g'ri ilmiy va ijobiy muhit yaratilsa, bola yangilik qilishdan va xato qilishdan qo'rqmaydi. Aksincha bundan zavq oladi va xatolardan xulosa chiqarishni boshlaydi. Har bir kichik muvaffaqiyat munosib rag'batlantiriladigan muhitda bola o'ziga ishonch bilan o'sadi. Bizningcha bolani maktabga tayyorlash shunchaki qo'liga ruchka tutqazish yoki harf o'rgatishdan iborat emas, balki sinf xonalariga moslashtirish, dars jarayonlarida diqqatni jamlash va intizomni ham o'rgatish. Bundan tashqari, bog'chada bola jamoaviy qoidalarni o'rganadi. Masalan, uyda bola podsho bo'ladi, ota-onaga hamma xohishlarni bajartirishga harakat qiladi. Lekin bog'chada nimagadir erishish uchun mehnat qilish kerakligini o'rganadi va raqobatlashishni boshlaydi. Va yana eng muhimi, bolalar bog'chada vaqt va intizom tushunchalarini o'rganishadi. Bu yerda o'z vaqtida ovqat yeyishadi, o'z vaqtida uxlashadi, o'z vaqtida bilim olib o'ynashadi. Lekin eng asosiysi bu o'qituvchi. Biz iqtidorsiz bola bor deb hisoblamaymiz, ammo boladagi iqtidorni ochib berish o'qituvchiga bog'liq. Shuning uchun bog'chaga jamoa tanlashda nafaqat ularning bilimi, balki bolalar bilan til topisha olish qobiliyatiga alohida e'tibor berish lozim. Xullas, bog'chaning vazifasi bolani vaqtinchalik ushlab turish emas, balki uning kelajagi uchun mustahkam poydevor qurish.